Assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandosh aka-ukalar. Mana avtobusimiz ichki holatlari. Qanday yo'llar ishlab turibdi, mana ko'rib turibsizlar. Juda ham go'zal, pokizalik, отдельный e'tibor berib turasizlar. Qanday yo'llar ishlayapti. Oyoq kiyimlarni yechib yuriladigan holatda. Agarlar kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Moskvadan Toshkentga qarab chiqqan avtobusimiz mana vatandoshlar maza qilib o'tiribdi mana joylarida. Bu tomondan ham qilsa bo'ladi. Zaryadniklar ishlayapti mana. Polnishni ko'ryapsizlar. Hammada zaryadnik bor, mana ishlab ko'ryapsizlar. Tanlovda adashmaysizlar vatandoshlar. Mana ketgaradek joygani ham mana возможно chotki holatda ekan. Sidenalarni qaranglar. Bu anchimcha Inomarkada ham yo'q bunaqa sidenalar. Aka nima dedingiz? Chotkimi? Yaxshisiga birat. Duo qilib qo'yasizlar, sog' salomat yetishib olsa vatanga mana. Jigarlar отдельный like, поделиться, bang'illatib yuborasizlar jigarlar mana. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent avtobusi.